Yer umummilliy boyligimiz. Yerni asrash har birimizning burchimiz hisoblanadi. Keyingi davrda yer qonunchiligi bo'yicha bir qancha istiqbolli qaror va farmonlar qabul qilindi. Lekin shunga qaramasdan fuqarolar orasida yerlarni noqonuniy egallash holatlari ko'p uchrab turibdi. Mana shunday holatlarning oldini olish va tushuntirish berish maqsadida To'rtko'l tumanida kadastr agentligi va Davlat kadastrlari palatasi Qoraqalpog'iston Respublikasi boshqarmasi tomonidan aniqlangan holatlarni o'rganish va O'zbekiston Respublikasining 2024-yil 5-avgust kungi qabul qilingan o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni tan olish to'g'risidagi 937-sonli qarorni to'g'ri targ'ib qilish bo'yicha kadastr agentligi To'rtko'l tumani bo'limida uchrashuv tashkil qilindi. Kadastr agentligi To'rtko'l tumani bo'limi tomonidan 2024-yil davomida 233 holatda yerlarni o'zboshimcha egallash holatlari aniqlandi va 2025-yil 3 oy davomida 45 ta holat aniqlangan. Bunday noqonuniy holatlarni aniqlashda kadastr agentligi tuman bo'limiga inspektor shtatlari qo'shib berildi. Kadastr agentligi Qoraqalpog'iston Respublikasi qalam rayon bo'limlari tarafidan yer qadag'alov, kadastr qadag'alov ham yerlardan maqsadli foydalanu bo'yicha bir qancha жұмыстар olib borilmoqda. Deganмен ayrim fuqarolarimiz tarafidan yerlarni o'z bosimchalik bilan iyelew ham nizomsiz qurilishlar quru holatlari yiliga chekim davom etmoqda. Mine bugun shunday nizomsiz qurilish quru xavfi jo'xari bo'lgan aymoqlardan biri bo'lgan To'rtko'l rayonidamiz. Kadastr agentligi To'rtko'l rayoni bo'limi tarafidan 2024-yil davomida 233 holatda yerlardan o'z bosimchalik bilan foyda iyelib olib hamda nizomsiz quru holatlari aniqlangan bo'lsa, 2025-yil 3 oy davomida 45 holatda bunday nizomsiz qurilishlar quru holatlari aniqlandi. 2024-yil davomida ishlangan жұмыстарды aytib o'tayotgan bo'lsak, berilgan eskертулерге qaramasdan yerli nizomsiz qurilishlarni saplastırmagan 141 shaxsga qarata Hakimchilik javobgarchilik kodeksining tegishli statyalarına tekrar jarimalar qo'llanilib, majburiy tartibda buzdiruv uchun tegishli tartibda sudlarga o'tkarildi. Hamda ish materiallarida jinoyat alomatlari bor bo'lgan 11 holat bo'yicha materiallar prokuratura organlarına o'tkarilib ta'minlandi. Bunday nizomsiz holatlarga qarshi guruzu bo'yicha tek qana kadastr agentligi emas, bir qancha vakillikli organlar bilan birga izlashuvlar olib borilmoqda. Atab aytganda, Uzkosmos agentligi tomonidan To'rtko'l rayonidagi 2018-yildan keyin o'z bosimchalik bilan e'lengan nizomsiz qurilgan holatlar bo'yicha 825 holat bo'yicha bizlarga ma'lumotlar kelib tushdi. Hamda shu kelib tushgan ma'lumotlar bo'yicha jeram kadastr qadag'alash жұмыстары jiddiy ravishda olib borilmoqda. Bugungi kunda fuqarolar tushunmasdan joylarda yer qonuni buzilish holatlarini sodir etganlik holatlari ko'p uchrayotgani va 937-sonli qaror asosida noqonuniy qurilgan qurilishlarga hujjat olaman deb noqonuniy holatlarni sodir etish holatlari ko'p uchramoqda. Aslida o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni tan olish to'g'risidagi To'rtko'l rayonida 2018-yil 1-may holatına құрылмаған 1089 dana жай aniqlandı. Бұл дегеніміз fuqarolarning 2018-жылдан кейінгі құрылған құрылмалар болып есептелінеді. Бұлар әлбетте өз нәубетінде бұлар низамсыз құрылған құрылыстар болып есептелінеді. Сонымен бір қатарда 561 dana тұрақ жайымызға жергілікті мекемелердің ұнамсыз жұмақлары берілген. Ол яғни алып қарағанда ол су қорғану зоналарында, электр линиялары қорғану зоналарында, һәм ауыл қожалығында пайдаланылатын жер учаскаларында құрылған тұрақ жайларымызға да сол мекемелер белгіленген комиссия құрамының тикарында ұнамсыз жұмақ беріліп, оларға қарата құқылар тікелеп берілмей қалынды. 937-sonli qarorida 2018-yil 1-maygacha qurilgan qurilishlarga deb ko'rsatilgan. Shu o'rinda fuqarolar hozirgi kunda qurilgan har qanday noqonuniy qurilishlarga hujjat bermasligini va kadastr agentligi Qoraqalpog'iston Respublikasi boshqarmasi tomonidan qattiq nazoratga olinganligini eslatib o'tamiz.